Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uchilar. Ustoz Muhammad Yusufning Allohning go'zal ismlari nomli asrini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Al-G'afir. Al-G'afir degan ism Qur'oni Karimda qo'shtirnoq ichida degan oyatda kelgan. Yana qo'shtirnoq ichida degan oyatda köplük işekledi kelgan. Al-G'afir Allah Taalaning günahlarını mağfiret qilguchi ekanligini ifodalaydigan ismi bo'lib, Allah Taala tövbe qilgan bandalarining gunohlarini albatta mağfiret qiladi. Ba'zi gunohlarni yaxshi amallarning soyasida tövbesizmi mağfiret qiladi. Izohat. 1. G'afir suresi 2-3 ayetler. 2. A'raf suresi 155 ayet. Al-Ghafur. Al-Ghafur Qur'oni Karimda 91 o'rinda kelgan bo'lib, qo'shtirnoq ichida degan oyatlar shularning jumlasidandir. Al-Ghafur Allah Taalaning bandalarining gunohlarini yo'g'iguchi va ularni jazodan afu qilguchi. Gunoh qanchalik ko'p va og'ir bo'lib ketsa-mu mag'firat qilguchi ekanligini ifodalaydi. Izohat. 1. Baqara surasi 173 oyat. 2. Baqara surasi 235 oyat. Al-G'affar. Al-G'affar Qur'oni Karimda 5 o'rinda kelgan bo'lib, qo'shtirnoq ichida qatorliq oyatlar shularning jumlasidandir. Al-G'affar Allah Taalaning bandalarining gunohlarini nihoyat bek mag'firat qilguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Izohat. 1. Taha surasi 82 oyat. 2. Sad suresi 66 ayet. El-Melik. Allah Taala'nın El-Melik degan ismi Qur'oni Karimda 5 o'rinda kelgan bo'lib, qo'shtirnoq ichida qatorliq oyatlar buning jumlasidandir. El-Melik mahluqoti ustida mutlaq hokimiyati bo'lgan, ularni xohlagan ishga buyurib, xohlagan ishdan to'sadigan, hammani o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladigan mutlaq podshoh deganlikdir. Izohat. 1. Hashr surasi 23 oyat. 2. Taha surasi 114 oyat. 3. Cumua surasi 1 oyat. El-Malik. Allah Taalaning El-Malik degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatlarda kelgan. El-Malik Allah Taalaning hammaning egisi, podshohlarning podshohi va hammani o'z ilkida tutib idora qilguchi ekanligini ifodalaydi. Ma'lumki Allah Taala hammaning haqiqiy egisidir. Bandalarning igdorchiligining aksicha Allah Taalaning igdorchiligida qilcha naqislik yoki zavollikqa yuzlanish bo'lmaydi. Bandalarning qo'lidagi igdorchiliklar vaqtlik igdorchilik bo'lib, u mangu davom qilmaydi. Balki vaqti kelganda yo'q bo'ladi. Ammo Allah Taalaning igdorchiligi abadiy yo'qolmaydi. Izohat. 1. Fatiha suresi 4 ayet. El-Melik. Allah Taalaning El-Melik degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatida kelgan. El-Melik Allah Taalaning podshohligining mutlaq, mukammal va mangulik ekanligiga dalolat qiladigan ism bo'lib, hammani yaratquchi, igdorchilik qilguchi va idora qilguchi mutlaq podshoh deganni bildiradi. Izohat. 1. Qamar surasi 55 oyat.
El-Quddus. Allah Ta'ala'nın El-Quddus degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatlarda kelgan. Sahih Muslimda Payg'ambar alayhissalomning ruku va sajdalarda qo'shtirnoq ichida degan tasbihni o'qiydiganligi bayon qilingan. El-Quddus Allah Ta'ala'nın her qandaq bir nuqsondan, kamchilikdan o'ziga loyiq kelmaydigan jimi sifatlardan pak, sheriki yoki balisi bo'lishdan yiroq ekanligini ifodalaydigan ismdir. El-Quddus degan so'z yana eng mukammal va eng go'zal sifatlarga ega degan ma'noni bildiradi. Izohat. 1. Hashr surasi 23-oyat. 2. Cuma surasi 1-oyat. 3. İmam Müslim rivayeti 487 hadis. Assalam. Allah Ta'ala'nın Assalam degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatida kelgan. Sahih Muslimda Payg'ambar alayhissalomning har namozdan salom bergandan keyin qo'shtirnoq ichida deydiganligi bayon qilingan. Assalam Allah Ta'ala'nın zatida, isim sifatlarida va ish faoliyatlarida har qanday bir nuqsondan, kamchilikdan pok, dunyo va oxiratdagi barliq tinchlik va amonlikning manbasi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Izohat. 1. Hashr surasi 23-oyat. 2. İmam Müslim rivayeti 591 hadis. El-Mu'min. Allah Ta'ala'nın El-Mu'min degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatida kelgan. El-Mu'min Allah Ta'ala'nın va'dasiga xiloflik qilmaydiganligini, omonlik ato qilguvchi va yaxshi amallarni qilgan bandalarni qiyomat kunida amallarining mukofotini to'liq oladiganligi bilan xotirjam qilguvchi ekanligini ifodalaydi. El-Muhaymin. Allah Ta'ala'nın El-Muhaymin degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatida kelgan. El-Muhaymin degan so'z qo'shtirnoq ichida degan oyatda Qur'oni Karimning sifati bo'libmi kelgan. El-Muaymin Allah Ta'ala'nın bandalarini kuzatib, ularning oshkora va maxfiy barliq ishlarga guvoh bo'lib turadiganligini, hammani idora qilib turguchi, maxluqotini xatarlardan saqlaguvchi va hammani to'liq bilib turguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Izohat. 1. Hashr surasi 23-oyat. 2. Maide surasi 48-oyat. El-Aziz. Allah Ta'ala'nın El-Aziz degan ismi Qur'oni Karimda eng ko'p kelgan ismlardan bo'lib 92 o'rinda kelgan. Ko'pincha boshqa ismlar bilan qo'shilib kelgan. Masalan, qo'shtirnoq ichida degan oyatlarga o'xshash. Al-Aziz Allah Ta'ala'nın hammadan g'olib, hammaga qodir, hech qanday ishdan ojiz kelmaydiganligini, hech narsaning va hech kimning ziyon yetkazolmaydiganligini ifodalaydigan ism bo'lib, izzat va qudrat ma'nolarining hammasini o'z ichiga oladi. Al-Aziz degan so'z yana Allah Ta'ala'nın xohlagan bandasiga izzat ato qiladiganligini ifodalaydi. Izohat. 1. Baqara surasi 209-oyat. 2. An'am surasi 96-oyat. 3. Al-İmran surasi 4-oyat. 4. Yunus surasi 65-oyat. Qo'shtirnoq ichida degan oyatlar bunun misali. Bu oyatlar izzatning Allah Ta'ala'nın ilkida ekanligini, izzat izdemoqchi bo'lgan kishining uni cho'qim Allah Ta'ala'dan tilishi lozimligini ifodalaydi. Izohat. 1. Munafiqun surasi 8-oyat. El-Jabbar.
Allah Taala'nın El-Jabbar degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatida kelgan. El-Jabbar degan so'z insonlar ichidagi mutakabbirlarni so'kish ma'nosidami kelgan. Masalan, qo'shtirnoq ichida degan oyatlar buning misoli. El-Jabbar Allah Taala'nın bandalariga intayin mehribon ekanligini, ularning ko'ngliga tasalli, diliga orom berishlig'uchi, bandalarini qahri va hukmronligi ostida idora qilg'uchi, ularning ustida o'zining irodasini yurgizguchi ekanligini ifodalaydi. El-Jabbar yana Allah Taala'nın hammadan ustun va yuksak ekanligini bildiradi. Izohat. 1. Hashr surasi 23 oyat. 2. Maide surasi 22 oyat. 3. G'afir surasi 35 oyat. El-Kabbir. Allah Taala'nın El-Kabbir degan ismi Qur'oni Karimda 6 o'rinda kelgan. Qo'shtirnoq ichida degan oyatlar shularning qatoridandir. El-Kabbir Allah Taala'nın ulug'ligini va kattaligini zatida, ism sifatlarida va ish faoliyatlarida hammadan katta va hammadan ulug' ekanligini ifodalaydigan ismidir. Izohat. 1. Haj surasi 62 oyat. 2. Nisa surasi 34 oyat. El-Mutakabbir. Allah Taala'nın El-Mutakabbir degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatida kelgan. El-Mutakabbir Allah Taala'nın zatida, ism sifatlarida va ish faoliyatlarida eng mukammal ekanligini va o'zidan boshqa har narsaning naqis va yetarsiz ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Mutakabbir degan so'zning ma'nosi o'zidan boshqa hammani to'van ko'rguchi, barcha mukammallikni va kattalikni o'zidan ko'rguchi, boshqalarni o'zi bilan hargiz teng emas deb qarag'uchi deganlikdir. El-Mutakabbir degan bu sifat Allah Taologa nisbatan mukammallikni, bandiga nisbatan naqislikni ifodalaydi. Chunki Allah Taala hammaning egisi va hammaning kattasi bo'lib, uning bilan hech kim va hech narsa tenglasholmaydi. Shunga Allah Taolaning o'zini hammadan katta bilish, boshqalarni o'zidan to'van ko'rish haqqi bor. Ammo bandalarning bundoq bir haqqi yo'qdir. Chunki ular Allah Taologa muhtoj bo'lish jihatda hamma o'xshash bandadir. El-Xoliq. Allah Taola'nın El-Xoliq degan ismi Qur'oni Karimda 11 o'rinda kelgan bo'lib, qo'shtirnoq ichida degan oyatlar shularning qatoridandir. El-Xoliq Allah Taola'nın hammani yo'qdan paydo qiluvchi va hammaning egisi bo'lgan yegani yaratuvchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Izohat. 1. Hashr surasi 24 oyat. 2. Zumar surasi 62 oyat. El-Xalloq. Allah Taola'nın El-Xalloq degan ismi Qur'oni Karimda 2 o'rinda kelgan bo'lib, ular qo'shtirnoq ichida degan oyatlardir. El-Xalloq Allah Taola'nın yaratishdagi mahirligiga va mukammalligiga dalolat qiladigan ismi bo'lib, uning yaratishining cheki yo'q ekanligini ifodalaydi. Izohat. 1. Hijr surasi 86 oyat. 2. Yasin surasi 81 oyat. El-Bari. Allah Taola'nın El-Bari degan ismi Qur'oni Karimda 2 o'rinda kelgan bo'lib, ular qo'shtirnoq ichida oyatlardir. El-Bari Allah Taola'nın o'zi taqdir qilib,
belgileganlarini vujudga chiqaruvchi ekanligini ifodalaydi. Izohat. 1. Hashr surasi 24-oyat. 2. Baqara surasi 54-oyat. Al-Musavvir. Allah Taola'nın Al-Musavvir degan ismi Qur'oni Karimda bir o'rinda kelgan bo'lib, u qo'shtirnoq ichida degan oyatdir. Al-Musavvir Allah Taola'nın her bir mahluqotni o'zining hikmeti taqozo qilgan shaklda shakllantirguchi va go'zal suratlarda yaratuvchi zot ekanligini bildirdi. Izohat. 1. Hashr surasi 23-oyat. Al-Qahir. Allah Taola'nın Al-Qahir degan ismi Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida degan oyatlarda kelgan. Al-Qahir Allah Taola'nın bandalarini bo'ysundirguchi, ularning ustida mutlaq hukmronlik qilguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Izohat. 1. An'am surasi 18-oyat. 2. An'am surasi 61-oyat. Al-Qahhar. Allah Taola'nın Al-Qahhar degan ismi Qur'oni Karimda 6 o'rinda kelgan. Qo'shtirnoq ichida degan oyat shularning jumlasidandir. Al-Qahhar Allah Taola'nın bandalarini mutlaq bo'ysundirguchi ekanligini, o'zlarini dunyoning eng zo'r kuchlari deb ko'ranlagan zolimlarni ular qanchalik kuchli va qanchalik ko'p bo'lib ketsin, o'z qahri bilan eng ibratlik shaklda jazolaydiganligini bildirdi. Izohat. 1. Rayd surasi 16-oyat. Al-Vahhab. Allah Taola'nın Al-Vahhab degan ismi Qur'oni Karimda 3 o'rinda kelgan bo'lib, qo'shtirnoq ichida qatorliq oyatlardir. Al-Vahhab Allah Taola'nın bandalariga nihoyat ko'p ata ihson qilguchi, badalsiz ata qilguchi, hatto ular tilimizmi ata qilishni davomlashtirguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Izohat. 1. Al-Imron surasi 8-oyat. 2. Sad surasi 9-oyat. 3. Sad surasi 35-oyat. Er-Razıq. Allah Taola'nın Er-Razıq degan ismi Qur'oni Karimda qo'shtirnoq ichida degan ko'plik shaklida 5 o'rinda kelgan. Gerçi insanlar her xil yollar bilen bir-biriga rizq bersimi, Allah Taala hammaga rizq berguchidir ve rizq berguchilarning eng yaxshisidir. Qo'shtirnoq ichida Allah rizq berguchilarning eng yaxshisidir degan oyat buni ifodalaydi. Çünkü Allah Taala insonni, onun rizqini ve rizqqa erishishning yo'llarini, sabablarini yaratgan zotdir. Rizq ikki turlik bo'lib, biri barliq jonliqlarga beriladigan umumiy rizqdir. Bu musulmon, kafir, taqvodor, gunohkor barcha insoniyatni ve barliq jonliqlarni o'z ichiga oladigan rizq bo'lib, Allah Taala hammaga rizq berguchidir. Qo'shtirnoq ichida yer yuzidagi her bir jonliqqa rizq berishni Allah ustiga olgan degan oyat buni ifodalaydi. Izohat. 1. Mu'minun surasi 72-oyat. 2. Hud surasi 6-oyat. Yani biri xos rizq bo'lib, u iman ve hidoyatdir. Allah Taala uni tanlangan bir qism bandalarga xos qiladi. Çünkü rizqning eng kattasi ve eng yaxshisi imandir. Er-Razıq Allah Taala'nın hammaga rizq berguchi ekanligini ifodalaydigan ismi bo'lib, Allah Taala barcha jonliqlarning rizqini ularni yaratishdan burun belgilab bo'lgan ve ularni rizqlantirishni ustiga olgan zotdir.
Mikrofon oldida Qaraxon.